Walter Scottning Ayvenga romani asosida. Сценарий автора Леонид Нехорошев. Постановкачы режиссер Сергей Тарасов. Постановкачы оператор Роман Веселер. Постановкачы rassom Said Меняльщиков. Композитор Игорь Контюков. Балладалар авторы va ijrochisi Vladimir Высоцкий. Развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах. Komil Yormatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyaj rejissyori Boriy Haydarov, ovoz operatori Abdusattor Sarixo'jayev, tarjimon Hasan To'rabekov, redaktor Erkin Abdullayev. Dublyajda artistlardan Barchinoy Bakirova, Elyor Nosirov, Yoqub Ahmedov, Fayzulla Ahmedov, Obid Yunusov, Tesha Mo'minov, Farhod Haydarov, Rixsivoy Avazov, To'lqin Tojiyev, Rustam To'rayev, Hojakbar Nurmatov, Farziddin Fayozov, Ne'mat Alimov, Mukambar Rahimova va boshqalar ishtirok etgan. Alın, o'tin olib. Ehtiyot bo'l, go'sht kuyib ketmasin. Tashlanmang, ser. Jon, itlarga suyak tasha. Avliyo Kesbert qo'lladimi? Ovimiz baroridan keldi. Parvardigor o'z panohida asrasin butalarim. Gulxan yoniga o'tiringlar. Yo'l yurib charchagandirsizlar. Xo'sh, yo'l bo'lsin taqsirim. Oliyjanob hamrohing kim bo'ladi? Bu kishi mening ruhoniy kasbdoshim, Brian de Bois-Gilbert, ibodatxona ritsarlari ordenining komandori. Yarim jangchi, yarim rohib. U Loshi Masihi uchun sharqlilar bilan umr bo'yi jang qilib keldi. Yaqinda u Qudsiy o'lkadan qaytib keldi. Hozir bo'lsa Ashbiga turmiz. Muhtaram ritsar chamasi u yerga shahzoda Jon uyushtirayotgan musobaqada qatnashmoq uchun ketayotgan bo'lsalar kerak. Ashbida on hazratimiz shahzoda Jonga sodiq bo'lgan barcha ritsarlar to'planurlar. Bizning on hazratimiz qirol Richard Sheryurak. Ammo shahzoda Jon Angliyani birodari qirol Richard qaytgunga qadar boshqarib turadi. Shunday emasmi? Taqsirim. To'g'ri, aytishlaricha shahzoda Jon birodarining taxtini egallab olish niyatida emish. Richard qaytadimi yo'qmi hali? Hamma biladi. Avstriya gersogi uni qo'lga tushirib, hozircha bandi qilib turganini. Keyin u tirikmikin o'zi?
Biz qirol Richard va u bilan birga qudsiy o'lkaga jo'nagan ritsarlarga omonlik tilab Tangridan iltijo qilurmiz. Omon-eson qaytajaklariga ishonurmiz. Sir Ritzer. Qizlarimiz chehrasi oftob betini shu qadar kam ko'rganki, ular salbchining bunday qattiq tikilishiga dosh bera olmasligi mumkin. Ant ichib aytamanki, sajda qilmoq uchun Ledi Ravenadan munosibroq ayol yo'q butun Angliyada. Tobat yuzim qaro bo'lsin, agar Ashbidagi musobaqada mening naysam uni muhabbat va go'zallik taxtiga qirolicha qilib ko'tarmasa. Nazokatli so'zlarni bekorga sarflayapsiz, Sir Ritzer. Ketmoqqa ijozat eting, amakijon. Oltin gugurt hidini yomon ko'raman. Oltin gugurt? Ibodatxona ritsarlaridan doim oltin gugurt hidi keladi. Nimagaki ular Rahmonga emas, shaytonga sajda qilurlar. Shunaqada? Ishoqmas sharbatdor, to'ldirib qo'y qadahni. Qudsiy o'lkaga borib, salb himoyachilari qatorida qahramonlik ko'rsatgan ritsarlar sog'lig'i uchun ichaylik. O'zimda ham salb nishoni bor. Shu boisdan bu to'g'rida gapirmoq menga nojoiz. Lekin jasorat bobida ibodatxona ritsarlarining oldiga tushadigan botir yo'q. Nahot butun ingliz lashkarlari orasida ibodatxona ritsarlariga munosib kela oladigan bironta qahramon bo'lmasa? Richard Sherira ko'pgina botir jangchilarni boshlab borgandi. Lekin jasorat bobida ular ibodatxona ritsarlariga bas kelisha olmadi. Ular hech kimda yengilishgan emas. Men Qudsiy yurtni ziyorat qilgani borgan edim. U yerda Sen-Jan-Dakr qal'asi zabt etilgandan so'ng qirol Richard ila uning ikki ritsirini musobaqa maydonida ko'rganman. Ular jang talablarning bari bilan olishib ularni yengdilar. Axborotingiz uchun mag'lublardan 7 tasi ibodatxona ritsari edi. Brian de Bois-Guilbert buni juda yaxshi biladi. Qayoqdan meni taniysan? Musobaqada ko'rgandim. Ziyoratchi. Sen bizga mehribon va quvnoq Angliyamizning shuhratini baland ko'targan o'sha ritsarlarning nomini aytib bera olmaysanmi? Mardlik va harbiy san'at bobida birinchi ritsar Angliya qiroli Richard Sheryurak edi. Ikkinchisi? Ikkinchi ritsar oliyjanob graf Lester. Uchinchisi. Kim edi uchinchisi? Uchinchisi ko'pchilik yaxshi tanimaydigan yoshgina ritsar edi. Uning ismini unutibman. Ziyoratchi. Men seni himmatingga muhtoj emasman. Tasodif va otamning o'quvsizligi tufayli meni egardan urib qulatishga muvaffaq bo'lgan o'sha ritsarning ismini o'zim ham aytishim mumkin. Uning ismi Ayvengo edi. Ayvengo. Ha, Richardning qurolbardori keyinchalik qirolga xiyonat qildi. Yolg'on gapiryapsan. Nazarimda sen bu voqeadan g'ofil ko'rinasan. Lekin bu to'g'rida Yevropaning barcha saroylarida bilishadi. Gapirib berishim mumkin agar istasang. Gapirib ber. Arablar ila vaqtincha sulh tuzilgach, qirol Richard lashkarini tarqatib yuboradi, keyin bir o'zi vataniga yo'l oladi. To'g'ri, bunday qiliq monarxga emas, balki ko'proq jahongashta ritsarga yarashgan bo'lardi. Qirolning yonida faqat uning arzandasi Ayvengo bor edi. Bir kun ular Avstriya gersogining yerlaridan o'ta turib, qandaydir qovoqxonada tunab qolishadi. Shunda Ayvengo bilan Avstriya gersogining malaylari bo'lmish uning sheriklari uxlab yotgan Richardga xiyonatkorona hujum qilib, uning qo'l-oyog'i va ko'zini bog'lashadi-da og'ziga latta tiqishadi. Ayvengo Richard qorong'ida xoinni tanimaydi deb o'ylagan edi. Lekin u yanglishgan edi. Qirolning qo'llari Ayvengoning kamari bilan bog'langan edi. Richard kamarni taniydi. Shu zaylda Angliya qiroli o'z ashaddiy dushmani bo'lmish Avstriya gersogining zindoniga tushib qoladi. Ayvengo esa bu xoinligi uchun tegishli ulushni olibdi. Yolg'on. Jim bo'l. Yo'q, shavkatli bir ritsarni begunoh haqorat qilishar ekan, jim tura olmayman. Hayronman, o'g'lingiz Ayvengodek mard ritsarni xoin deyishsa. Bu gapga qanday ishonishingiz mumkin? Qala. Ayvengo sizning o'g'lingizmi? O'sha qabihona xiyonatdan voqif bo'lganimdan buyon meni bunday o'g'lim yo'q. Ayvengodan yuz o'girib uni o'qiganman.
3 nafar oliy janob Ritzer, Brian de Bogelberg, Reginald Frondebef, Philip de Malvoisin olishuvni istagan barcha odamlarni jangga da'vat etadilar. Musobaqada ishtirok etmoqni ixtiyor qilgan har bir odam nayzasi bilan o'zi tanlagan raqibning qalqonini turtmog'i darkor. Nayzaning to'mtoq tomoni bilan turtilsa, Ritzer to'mtoq qurol bilan jang qilaman degan ma'noni anglatadi. Agar Ritzer qalqonga nayzaning o'tkir uchini ursa, bu uning hayot-mamot jangga kirmoqchi bo'lganini bildiradi. Shahzoda Jon g'olibni e'lon qilib, unga sovrin, ya'ni jangovar tulpor berishni amr etadi. Bu nihoyatda ulkan saxovat, shavkatli Ritzerlar. Sizlarni xonimlarning muhabbati kutmoqda. Ularning sharafiga nayzalar singunga qadar jang qiling. Mutashabbislar bilan chinakamiga jang qila olmasa kerak hech kim. Angliyada hozir ularga teng kela oladigan Ritzerlar topilmaydi. Ayniqsa Brian de Bogelbergga. Musobaqada ishtirok etmoqni ixtiyor qilgan oliy janob Ritzerlar, Gilles Bioban, Clark Bruce, Claude Diorenlar janggohga taklif etiladi. Ritzerlar mutashabbislarga qarshi to'mtoq qurol bilan jang qiladigan bo'ldilar. Ana, aytdim-ku sizlarga. Mazkur olishuvda g'olib chiqqan shavkatli Ritzerlar, Philip de Malvoisin, Reginald Frondebef hamda Brian de Bogelberglarga shon sharaflar bo'lsin. Janggohga oliy Ritzerlar, Griff de Chante, Guillaume, Humphrey Junlar taklif etiladi. Ritzerlar mutashabbislarga qarshi jang qilmoq uchun to'mtoq qurolni tanladilar. Bu olishuvda mutashabbis Ritzerlar, Philip de Malvoisin, Reginald Frondebef va Brian de Bogelberglar zafar qozondilar. Nahotki o'sha surbet Bogelbergni tanobini tortib qo'yadigan Ritzer topilmasa. Janggohga oliy janob Ritzerlar, Lee Haywood, Pierre Demar, Gilles Beturistlar taklif qilinadi. Ritzerlar mutashabbislarga qarshi to'mtoq qurol bilan jang qiladigan bo'ldilar.
mutashabbis ritsarlar. Philip de Malvoisin, Reginald Frondebef va Brian de Bogelberlarga shon sharaflar bo'lsin. Uch oliyjanob ritsar Brian de Bogelberg, Reginald Frondebef va Philip de Malvoisinlar o'zlari bilan kuch sinashni istagan barcha odamlarni janggohga chorlaydilar. Agar mazkur da'vatga javoban hech kim janggohga chiqmasa, u holda Shahzoda Jon 3 mutashabbisdan eng mard va jasurini g'olib deb e'lon qilgay. Musobaqa g'olibi deya men Brian de Bogelbergni e'lon qilaman. Jasorat va mardlik bobida unga teng keladigan botir yo'q. Yashasin musobaqa g'olibi oliyjanob ritsar. Nima bu? Da'vatmi? Dezdichado. Dezdichado degani nima? Dezdichado so'zi qanday ma'noni anglatadi? Qalqonga nima deb yozilgan ekan? Dezdichado degani merosdan mahrum etilgan. Bu ispancha so'z. Dezdichado. Merosdan mahrum etilgan. Hey! Ritsar! Olishuga Frondebefni chaqir. Malvoisinni jangga chaqir. U egarda yaxshi o'tira olmaydi. Frondebefni chaqiraver. Ritsar Brian de Bogelberg bilan hayot-mamot jangga chiq. Bugun cherkovda ibodat qilganmiding? Agar qilmagan bo'lsang, maslahatim borib ibodat qilib kel. Men o'limga tayyorman. Tayyorgarligingni ko'r. Meni ham maslahatimni eshit. Nayzangni almay boshqa durustroq otga min. Xayriyat, bu takabbur surbetni ham ta'zirini berib qo'yishdi. Sen hozir qirol Richard to'g'risida haqiqatni hammaga aytib berasan, yo o'lasan. To'xta ritsar, sen g'olib chiqding. Musobaqa qoidasini unutmang. Shahzoda jangni to'xtatdilar. Hali sen bilan uchrashamiz yana. Uchrashganda ham hech kim xalal bermaydigan joyda. Piyodami yo otliq, xoh nayza, xoh qilich ishlatib sen bilan jang qilishga doim tayyorman. Merosdan mahrum etilgan ritsar ichgan qasamga binoan siz a'lo hazrat huzuringizda yuzini ocha olmas emish. Va ajabo, bu ritsar faqat merosdan emas, odobdan ham mahrum shekilli. Nima deysizlar janoblar? Kim bo'ldi ekan bu o'g'lon? Boshim qotib qoldi.
Angliyada Brian de Bogelberni yengishga qodir bunaqangi mard jangchi topiladi deb sira ham o'ylamagandim. Balkim bu qirol Richardning shukullarda salib yurishidan qaytib kelayotgan ritsarlardan biridir. Nahot bu qirolning o'zi bo'lsa? Balki bu Richard Sheryurakning o'zidir. Richard Sheryurakni o'zi? Yo tavba. Nahot qirolning o'zi? Bandamda yo Parvardigor, abjir ritsarlar va jentelmenlar, unutmanglar bergan Sir, va'dangizni. biz sizga sodiqmiz. Nahotki akangizni pahlavon qomatini unutgan bo'lsangiz? Merosdan mahrum ritsarning bo'yi qirolnikidan yarim qarich past, yelkasi esa 2 baravar cho'g'roq. Aha. Merosdan mahrum ritsar, agar siz hamon bizga haqiqiy ismingizni aytmoqlikni istamasangiz hamki, biz sizni ana shu unvon bilan musobaqa g'olibi deya e'lon qilamiz. Siz muhabbat va go'zallik malikasini saylashga hamda uni qo'lidan faxriy toj kiyish huquqiga egasiz. Meni sovrinim qara. Tulporni olib boring unga. Yashasin musobaqa g'olibi! Merosdan mahrum shiori bilan jang qilgan shavkatli ritsar! G'olibga shon sharaflar bo'lsin! Musobaqa g'olibiga muhabbat va go'zallik malikasini saylashdek faxriy huquq beriladi. Malika esa g'olibning boshiga sof oltindan yasalgan toj kiydiradi. Yashasin Lady Ravana! Musobaqa g'olibi uni muhabbat va go'zallik malikasi deb sayladi. Musobaqa malikasi sohib jamol Lady Ravanaga shon sharaflar bo'lsin. Sohib Jamol Ravana, tojni kiydiring. Yaqinroq kelsa, ritsar. Muhabbat va go'zallik malikasi oldida tiz cho'k. Bunday bo'lmaydi. Boshalang bo'lmog'ing darkor. Yo'q. Ayvengo. Senga atalmish oltin tojni, Sir Ritsar. Shu tojni musobaqaning shafqatli g'olibiga atalgan mukofot sifatida tuhfa etaman. Hali hech qachon ritsarlik toji sendek mustahiq qahramonga nasib etmagandi. Yashasin musobaqa g'olibi, merosdan mahrum shavkatli ritsar! U axir yarador-ku. Qani aytinglarchi janoblar, allomalarning odamzodga nisbatan g'ayri ixtiyoriy moyillik yo nafrat borasida ne deyursizlar? Merosdan mahrum ritsar boshidanoq yoqmagan edi menga. Akamning arzandasi mana shu dubulg'ayu aslaha ostiga yashirinib kelganini bilmagan ham edim. Sobiq arzandasi.
Pursadoqat mahramlaringiz uni xoinligi haqida hamma yoqqa jar solib, badnom qildilar. Har qalay u odam biz uchun hamisha xavfli. Shunday ekan, hammasi tushunarli, a'lo hazratlari. u xavfli odam. O'taver. Umrini yaratgan egam ila avliyo Dunistanga baxshida qilgan zohidni ibodatini qazo qildirma. Taqsirim, men Donkasterga ketayotgandim, lekin o'rmonda adashib qoldim. Bir bechora musofirga shafqat qilib boshpana bersang. Baraka topkur, yo'lingdan qolmay ketaver. Parvardigor madadkor bo'lsin. Qanaqa yo'lni aytyapsan, jinarsin seni? Qani o'sha yo'l? Och eshigini. Sabr qil, muhtaram musofir. Sabr tagi oltin deydilar. Kiravering, Ser Ritser. Nechun o'g'ri yo qarashchi emasligingizni darhol ayta qolmadingiz? Yolg'iz o'zingmisan? Yolg'iz o'zimman. Faqat ibodat paytida avliyo Dunistarning ruh kelib turadi mendan xabar olib. Oling. No'xat. Zohidlar taomi. Bu suv. Suv. Avliyo Dunistan buloqdan olingan. Parvardigor o'z panohingda. Menga qara, avliyo ota. Nazarimda mana shu g'aribona taoming tabarruk bo'lsa-da, lekin maza madrasiz suv senga xush yoqadimi deyman, ha? Avliyo ota, marhamat qilib menday osiy bandaga ismi sharifingni aytsang. Zaburgoy. Haligi kompenxerslik. Shunday deb aytishadi meni bu yerlarda. To'g'ri, keyin ilova ham qilishadi. Avliyo degan so'zni. Avliyo. Lekin o'zim avliyolikni da'vo qilmayman. Men muhtaram mehmonimni ismlarini kim deb chaqiray? Sen meni avliyo Zaburgoy haligi Kompenxersti. Kompenxersti. Meni qora Ritser deyaver. Qora? Ha, qora Ritser. Go'sht kuyyapti-ku axir. Ha, kuyyapti. Bilasanmi, Ser qora Ritser. O'rmon qorovuli yegulik ba'zi narsalarni tashlab ketgandi. Men bo'lsam, ko'ryapsanmi, ibodat bilan bo'lib, xayolim faromush bo'lay debdi. Xudoga ming qatla shukrki, yaxshi ham butunlay unutmabsan. O'sha qorovul kelganiga ancha bo'ldimi? Bir haftacha bo'ldi. Sen darvish haqiqatdan ham avliyo ekansan. Mo'jizakorligingni ko'r. Mana shu kiyik agar xato qilmasam, bugun ertalab o'rmonda yurgan edi, ha? O'zing ham tatib ko'r. To'g'risi, avliyo Dunistan oldida qasam ichganman, go'sht yemayman deb. Men jang qilgan yurtda mezbon. Agar mehmonni siylamoqchi bo'lsa, taom zaharlangan deb o'ylamaslik uchun avval o'zi tanovul qilmoqqa majbur ekan. Rostana? Bo'lmasam-chi? Nachora. Faqat sizni xotirjamligingiz uchun yeyman. Oh! Hey! Suku!
Qani edi ketmasam? Qani endi bu yerdan hech ham ketmasangiz. Ser Ritser. Sizni sog'lig'ingiz uchun yana bir ichmoqchiman. Balki on hazrat uchun icharmiz. Qaysi biri uchun? Shahzoda Jon uchunmi? Ser Ritser. Aftidan Angliyada ko'pdan bo'lmaganga o'xshaysiz. Bu yerda nimalar bo'layotganidan bexabar ko'rinasiz. Shahzoda Jon o'z baronlari bilan Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю. То же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью вы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. Ravena. Men qirolga xiyonat qilganim yo'q. Ishonaman. Jim bo'l azizim, senga hayajonlanish mumkin emas. Jim bo'l. Vatanimda xoinlar hukmronlik qilayotgan baronlarni uni taron-taloj qilayotgan bir paytda.
Otamchi, nahoti meni xoin deb o'ylasa. Namuncha berahm, tosh yurak bo'lmasangiz. Axir o'zi o'g'lingiz-ku. Yarasi xavfli emas. Boz ustiga hamma malhamlarimni uni yarasiga surtib bo'ldingiz. Tez kunda oyoqqa turib ketadi. Nahot tushunmasangiz. Axir o'g'lingiz jarohatdan emas, sizni unga ishonmasligingizdan iztirob chekmoqda. Yetar. Jim bo'ling, Lady Ravena. Avengonni iltimosingizga ko'ra Bibi Maryam ibodatxonasiga olib borishga rozi bo'lganimdan afsuslanmoqdaman. Cha! Qayoqqa ketyapsizlar? Seni nima ishing bor? Bibi Maryam ibodatxonasiga. Pistirma! Bu yoqqa! Olga! Tezroq, tezroq. Xo'sh, ovun qalay bo'ldi, Ser Brian? O'ljani qo'ldan chiqarmagandirsan, ha? Chiqarmadim. Yasha, muborak bo'lsin. Biz hammasini qo'lga tushirdik. Eng muhimi Ayvengani. Shahzoda Jon xursand bo'ladigan bo'ldi. Kelishuvimiz yodingda bo'lsa kerak. Cedric meniki. Lekin tovon pulni bir qismini menga berasan. Nimaga endi? Shundoq ham o'lchang juda katta. Ayvengayu mag'rur. Lady Ravena. Lady Ravena, Lady Ravena. O'sha takabbur xonimni hali siz cho'kib mendan shafqat so'raganini ko'rsam bo'ladi. Qara, o'sha takabbur xonimingni tezroq tiz cho'ktir. Axir bizni shahzoda Jon yo'lda ko'zi to'rt bo'lib kutmoqda. Aytingchi, onaxon. Kim bizni bu yerga qamadi? Ohu ko'zlar, oltin sochlar, gul badan ekansan. Kimsasiz qal'aga qay maqsadda olib kelganlarini tushunib turibman. Bir vaqtlar bir asilzoda qizni boshiga nekunlarni solishgan bo'lsa, seni ham shu kunga solishadi. Menga bir qaragina. Men ham yosh bo'lganman. Sendan ham go'zalroq edim. O'shanda katta Frontebeuf, hozirgi Reginaldning otasi mana shu qal'ani egallab olgandi. Meni otam bilan 7 aka ukam beshafqat jang qilishdi.
Hamma zinalar, hamma xonalar aka-ukalarimni qoni bilan bo'yalib ketdi. Ular halok bo'ldi. Ularning jasadlari hali sovushga ulgurmasdan o'lja sifatida meni boshliqlari poyiga tashlashdi. Mana bu tarozini ko'ryapsanmi? Ana shu tarozida menga tovon puli 1000 qadoq kumush tortib berasan. Baron, seni shahzoda jon to'dasidagi barcha hamtovolarning singari ablah ekanligini bilardim. Lekin afsus bunday pastkash ta'magarligidan xabarim yo'q ekan. Senga bu yer hazillashadigan joy emas, Cedric. Ushbu yertalada sendan birmuncha yoshroq, 10 marotaba kuchliroq mahbuslar ham bo'lishgan. Ammo ularning bari qiynal azobidan o'lib ketishgan. Faryodlarini hech kim eshitmagan ham. Bu yerdan bironta ham mahbus hech tirik chiqqan emas. Sen ham mana shu yerda o'lasan, Wilfred Ayvenga. Sen ham oramizdagi sir ham. Ovqatsiz, suvsiz sen hali uzoq azob chekasan. Lekin hammadan ham yomoni odamlarning xotirasida xoin sifatida o'lib ketasan. Odamlar hali ko'p yillar davomida sening nomingni eshitsa nafratlanib yurishadi. Sen qo'rqoqsan, taqvodor ritsar. Qasosing ham qo'rqoqning qasosi. Mana shu mash'ala o'chganidan so'ng hech ham yorug'likni ko'rmay o'lib ketasan. Qayerga olib keltirishim kerak tovon pulini? Mana shu yerga. Pulni to'laganimdan keyin meni ozodlikka chiqishimga kim kafolat beradi? Chin dvoryanlik so'zim. Ablahning so'zi degin. Seni bundan boshqa ilojing yo'q. Yaxshi, qog'oz beringlar. Demak, pul olganingdan so'ng sen meni ozod qilasan, Lady Ravenani, keyin Ayvengani. Bunga Lady Ravenani ham, Ayvengani ham daxli yo'q. Ularni ozod qila olmayman. Nima uchun? Nimaga deganda endi ular meni quroldash do'stimga tegishli. Ritser Brian deb Wagelbergga. Taqvodor ritsarga degin. Bizga hujum qilgan qaroqchilar sardori o'sha ablah ekanda. Uni ovozi qulog'imga tanishday bo'lib eshitiluvdi-ya. Hech narsa bermayman. To o'g'lim bilan asrandi qizimni ozod qilmaguningcha mendan sarachaqa ham ola olmaysan. Ana bu temir panjarani ko'ryapsanmi, Cedric? Jil uning tagidan olov yoqib turadi. Arab qul bo'lsa kabob kuyib ketmasligi uchun ustidan moy quyib turadi. Endi bu yog'ini o'zing tanla. Ya yalang'och bo'lib ana shu temir to'shakka yotasan, yo bo'lmasa menga 1000 qadoq kumush to'laysan. Otamning arvohi haq qasam ichamanki, seni boshqa chorang yo'q. O'ylab ko'r. Yaxshilab o'ylab ko'r. Butun umr ozodlikni orzu qilsam-u, endi uni nima qilishni bilmayapman. Haligina yo'lda qanday g'alag'ovur bo'lgandi? Ha? Xo'sh, kiyimlari xuddi sening ustingdagi kiyimingga o'xshaydigan o'rmon shovozlari bizga hujum qilishib, odamlarimizni olib ketdi.
saxovatli Sedrikni, uning yarador o'g'li Ritser Ayvengani, Ledi Ravenani, yana 10 choqli xizmatkorlarni asirga olishdi. Nahotki xizmatkori ekansan-da Sedrikni. Ko'hna ingliz erkinliklarining himoyachisi, adolatparvar Sedrikni-ya. Qani, men bilan yurchi. Seni men tanigandek bo'lyapman. Men seni Holdirnisda ko'rganman. O'shanda sen shovvozlaring bilan terakka osganding Nottingham sherifini. O'shanda hamma xursand bo'lgandi. Sen Robin Hoodsan. Oswald, yo'lda Sedrik bilan uni odamlarga kim hujum qilganini, ularni qayerga olib ketishganini bilmog'im kerak. Yaxshi, Robin. Tegirmonchi qayerda? Raterxim yo'liga ketdi. Yonida 10 kishi bor. Agar Avliyo Nikolay qo'llab omadi kelsa, yaxshigina o'lja olib qaytishi mumkin. Bevatan Allen qayoqqa ketdi? Jarolik abbatni qo'lga tushirish uchun O'tning yo'liga jo'nadi. Rohib qayerda? Hujrasida o'tiribdi. U yerga o'zim boraman. Yaxshigina o'lja paydo bo'pti. Lekin u tishlong'ich ko'rinadi. Если рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами не за грош, бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, непрекаен, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложить. Им какой бы холод не был, жив и славно, если жив. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут? Скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд. Voy, Rohib, och eshikni. Kim o? Kimligini bilishim kerak. Ochsangchi. U agar yaxshilab o'ylab ko'rilsa, agar rosa o'ylansa, o'rmon qorovliga o'xshaydi. Ha, o'sha. Senga boya aytuvdim-ku, yaxshi odam bor deb. Unda eshikni och. Bo'lmasa buzib kiradiganga o'xshaydi. Menga qara, Rohib. Tasbihingni qo'yib turda to'qmog'ingni olib ol. Menga har bir odam qadrli hozir. Xonangdagi mehmon kim? Bu kishi haligi rohiblar, bizni jamoadan. Biz u bilan tun bo'yi ibodat qilib chiqdik. Oo, ko'rinishdan u jagor cherkov ruhoniysiga o'xshaydi. Sizga bir savolim bor edi, Sir Ritzer. Bitta xavfli ishimizda yordam bera olmaysizmi? Agar sha'nimga dog' tushmaydigan bo'lsa, jonim bilan. Tushmaydi. Diyonatli qaroqchilar libosini kiyib olgan badkor qaroqchilar galasi. Oliyjanob Sedrik bilan uning asrandi qizi Ledi Ravena hamda yarador Ritzer Ayvengani asir olib ketdilar. Ayvengani? Ha, Ayvengani. Hozir bilib kelishadi ularni qayerga olib ketishganini. Bizga asirlarni qutqarishda yordam bera olmaysanmi? Ichkan qasamam bu ishni bajarmoqni taqozo etadi. Rohib, seni kutaman. Sizni ham Sir Ritzer katta yeman tagida kutaman.
Xo'sh, qalay Avliyo Jabirgo'y, ishga yaraysanmi yoki hali ham kayfiyatni zo'rdan boshing g'uvullab turibdimi? To'g'ri, boshim hali ham g'uvillab turibdi, lekin bu hozir o'tib ketadi. Qani? Ko'rsating menga o'sha qizlarni o'g'irlaydigan la'natli qaroqchilarini. Agar bir o'zim 10 tasini zabun qilmasam, otimni boshqa qo'yaman. Bu Torkliston. Baron Frondibekning qasri. Asrlarni shu yerga keltirishgan. Xo'sh. Devorning balandligi 180 fut. Pastki istehkom yonida ikkita ko'prik bor. Demak, tovon puli to'lashdan bosh tortyapsan. Jil, olovni kuchaytir. Ya Bibi Maryam, yolg'iz umidim o'zingdan, panohingda asra. Sir Ritser, sizmisiz? Agar istamgar qarshisida turgan bo'lsam, Sir Ritser, asira ekan meni chiqargan hukmni tik turgan holda eshitganim ma'qul. Aksincha, sohib Jamol Ravayna. Siz emas, men asirman shahla ko'zlaringizga. Latofatli so'zlar bosqinchi o'g'riga sira yarashmas ekan. Yolg'iz muhabbatgina shunday odobsizlik qilishga majbur etdi meni. Ritserlik zanjiri va shporini taqib yuruvchi bir erkak uchun zaif ayolga nisbatan xiralik qilish uyat bo'lsa kerak. Takabbur qiz. Tushundim, seni nazokatli so'zlar bilan emas, qo'lda qurol bilan bo'ysundirish osonroq bo'lar ekan. Ha, razil ishlaringizni nazokatli so'zlar bilan niqoblab o'tirmay, bemalol qaroqchilar tilida gapiraverganingiz ma'qulroq bo'lardi. Ha, yaxshi. Unda bilib qo'y. Na Ivenga, na keksa Cedric bu qasrdan hech qachon tirik chiqmaydilar. Agar sen men bilan muloyimroq gaplashmasang, ularning qismati seni qo'lingda. Seni va yaqinlaringni faqat bir narsa qutqarishi mumkin. Bugundan taqdirga tan ber. Hali sendagi ablahga taslim bo'layman. Yaqinlashma menga, razil. Yana bir qadam qo'ysang o'zimni tashlayman, lekin hech qachon qurboning bo'lmayman seni. Sen menga adolatsizlik qilyapsan. O'rtaga nomimni qo'yib, ko'ksimdagi salt nishoni, shamshirim, ajdodlarimning gerbi haqqi hurmati ont ichamanki, seni haqorat qilmayman. Shon shavkatimni qurbon qilishi mumkin. Sharafi shuhratdan, ulug'likdan, hokimiyatdan voz kechaman.
Sen faqat Boy Gelberg. Menga er bo'l desang bas. Sir ritsar. Meni xoli qo'ying iltimos. Xudo haqqi. Sehrlab qo'yding meni. Sendan voz kecha olmayman. Go'yo allaqanday sehrli afsun meni senga bog'lab qo'ygandek. Mayli xayr. Yaxshi qol. Lekin yana qaytib kelaman. Nima kerak sizlarga? Baronga berib qo'y. Tezroq. Sizning ishqiy kechirmalaringiz va mening ishlarimga mana shu Karnayning ovozi xalal berdi. Bu g'atg'utning sababi nima ekan? Elchi tashrif buyuribdi. Maktub tashlab ketdim. Rasman jangga chaqirishdi bizni. Ha? Lekin Bibi Maryamni shafiy keltiramanki. Bu kimningdir ahmoqona hazili. Hazil? Qani kim menga shu yo'sinda surbetlarcha hazil qilmoqchi bo'pti ekan? Andrea, buni o'qishi o'zing bilasan, bunaqa iblisona yozuvga yaxshi tushunmayman. Men kim saxovatli kibor ahmoqning o'g'li oliyjanob dvoryanin Cedric Rottervudining uyidagi masxara. Esingni yebsan. Ahmoqzoda Vamba o'z maslakdoshlari Qora Ritser deya nomlangan Jasur Ritser, Mergan Kamonchi deya nomlangan oqko'ngil dehqon Robin Hood hamda uning 500 nafar o'rtoqlari yordamida. Sendan talab qilaman, Reginald Front de Beef. Makr hiyla bilan asir olganing, nomi zikr etilgan Cedric, uning xizmatkorlari Lady Ravena va Ritser Ayvengalar 1 soat ichida bizga sog' salomat qaytarilmoqlari darkor. Bo'lmasa jang boshlab qal'ani qamal qilurmiz va o'zingni xona vayron eturmiz. Maktub Vitul bayrami arafasida katta eman tagida Kompenxerslik Zaburgo'y taqvodor tomonidan bitilgandir. Kulgili joy yo'q, Ser Brian. O'sha ablah qaroqchilarning o'qini uzunligi yarim quloch bo'lib, hammasi yana mergan hisoblanadi. Bu yali Reginald. Chiqib bir hamla qilishimizda ularni qirib tashlaymiz. Unaqa daydini 30tasiga bitta Ritser teng keladi. Gaping to'g'ri. Lekin barcha odamlarim Yorkda. Sen yollagan butun lashkarim o'sha yerda. Bu yerda bor yo'g'i 50 tacha odamim bor xolos. Unda odamlarimizni chaqirgani Yorkka birontasini bor. Clemens, Hasab sen iloji boricha tezroq Yorkka borishing. Hamda darhol meni, shuningdek Ser Brianni odamlarini boshlab orqa qaytmoqing lozim. Xo'p bo'ladi, ser. Qal'ani qurshab olganlari aniq. Hiyla ishlatib ko'rmoq kerak. U qal'adan chiqib keldi. Men Bibi Maryam ibodatxonasidan kelgan mo'min bir rohibman. Nozirimiz Tolkiliston qal'asiga hibs etilgan asirlar to'g'risida xabar topgach, meni ularga taskin bermoq uchun jo'natuvdi. Biroq meni u yerga kiritmadilar. Turtib-surtib haydadilar. Keyin sizlarga mana shu qog'ozni berib qo'yishni buyurdilar. Baron asirlarni ozodlikka chiqarmoqchi emas, uni javobani shunday. O'sha qotil va jalloddan men boshqacha javob kutmagan edim. Qarang, ularni men chaqirganimga o'zlari kelishdi. Hali bundan ham ko'proq odam keladi. Mana dehqonlar o'z hukmdorlarini shunchalik sevadilar. Aytingchi taqsirim. Qal'ada qurolli jangchilar ko'pmi? Darvoza oldida 10 tadan ko'p emasdi. Lekin meni qal'aga kiritishmadi. Ijozat beringlar, yaxshilar. Meni ibodatxonada kutishmoqda. Mayli, ijozat. Omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Xo'sh, nima qilamiz? Ser Ritser, qal'aga hujum qilamiz. Qani? Parvardigor jazoini bersin. Oxirating kuyadi sen, malon. Mana ko'ramiz. Ko'zlaringni o'yib olib, ko'z soqqanga yonib turgan cho'q solishgandan keyin nima der ekansan? Janob baron. Janob baron, ular hujumga o'tishdi. Hamma devorga.
Hamma joy-joyiga tursin. La'nati tanballar. Hamma joy-joyiga. Bo'lmasa hammalaringning suyaklaringni sindiraman. Chinak yoniga bitadan turinglar. Birontayam o'qingiz xato ketmasin. Serbrian, qala himoyasiga boshchilik qilib tur. Men borib ularni pastki ko'prikda kutib olaman. Sen ekansan-da, biron debef. Katta yo'lga chiqib talonchilik qilayotgan. Sen o'g'ri va qaroqchi bo'lib qopsan. Yalangoyoqlar bilan ham tovoq bo'lgach, ritsarliging qayoqda qoldi? Sekinroq. Meni shu yerda qoldiringlar. Tezroq devor yoniga boringlar. Ular pastki ko'prikni bosib oldilar. Qala devoriga yetib keldi ular. Alvido, Reginald. Alvido, Reginald. Men u yoqda devor yonida bo'lishim kerak. Devoriga. Sodiq Ko'ppak. Xo'jayiningni qo'riqlayapsanmi? Quloq sol, Jil. Hozir sen to'ppa-to'g'ri yerto'laga tushasan-da, Ayvengani o'ldirasan. Baronga Tangri ham iblis ham yordam bera olmaydi endi. Sen menga xizmat qilasan bundan buyon. Gapim tushunarlidir, Jil. Yodda tut, men buyrug'imni 2 marta takrorlab o'tirmayman. Ayvenga hoziroq olmog'i kerak. Ayvenga hoziroq olmog'i kerak. Qani Cedric, Lady Ravenna qayerda? Gapir yoki umidingni uzaver joningdan. Soqovmisan? Unda boshla. Qani?
Bo'l, ko'tar uni. Shoshilmasak bo'lmaydi. Turgan gapki, baron madad chaqirish uchun odam jo'natgan. Shuning uchun sen Robin Hood qal'a devoriga hamla qilishga hozirlik ko'r. Ularning ikki tomonda jang qilishga kuchlari kamlik qiladi. Tayyor bo'lgandan keyin 3 marta burg'u chal. Bu hamla uchun ishora bo'ladi. Kim u? Ola qarg'aga o'xshab qag'ilayotgan kim o'zi? Men seni joningni oluvchiman, Reginald Frondebaf. Kim bo'lsang ham baribir sendan men nafratlanaman. Yo'qol. Ko'zimga boshqa ko'rinma. Agar banda esang, halal berma tinch o'lishim. Agar Asroil esang, hali vaqt soati yetgani yo'q. Yo'q. Yo'l qo'ymayman Abbosdan o'lishingga. Bu dunyoni tark etib ketishdan oldin sen mana shu devorlar ichiga misli suvdek singib ketgan nolayu fig'onlar haqida, qal'a toshlariga begunoh to'kilgan qonlar to'g'risida jodugar kampir. Jon taslim qilayotgan odamni taqirlash uchun kelibsan-da. Ha, men Ulrikaman. Sen o'ldirgan Torkel Wolfgangerning qizi va uning sen chavaqlab tashlagan o'g'illarining singlisiman. Men hozir sendan va ajdodlaringdan intiqom olgani kelib turibman. Meni o'limimni hech qachon shohidi bo'la olmaysan. Jim, Andre, uni ushlanglarda devordan pastga uloqtiringlar. Qani chaqir yana, shavkatli baron. Seni gapingni hech kim eshitmaydi endi. Sen hech qachon halol jangchi sifatida o'la olmaysan. Endi sen inini og'ziga quruq shoxlar to'plab, yoqib yuborilgan tulki yanglig' bo'g'ili o'lasan. La'nati jodugar. Nahotki o't qo'ygan bo'lsang minoraga. Qasr ostiga taqlangan sarjillani bir eslab qo'y. Alvido, Frondebaf. Alvido, qotil va jallod. Ming la'nat senga. Ishora bo'ldi. Olg'a. Orqaga! U yerdan o'q uzishyapti. Shunaqdagilarni mo'ljalga olinglar. Zo'r bo'ldi-yu tushki ibodat. Ko'ramiz kechqurungiz qanaqa bo'lar ekan. Nari tur, qo'rqoq. Sen sharqiy devorga bir qarang. Jak, sen shu yerda qol. Devorga tirmashib chiqayotganlarni bir yo'riq qilmagunimcha qora ritsar qal'aga kirmasligi kerak. Agar uni to'xtatsang, ritsarlik unvonini beraman. Olg'a! Средь оплывших свечей вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубые, и всегда позади воронья и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Zekroq. Ota, meni shu yerda qoldir. Ravenani qutqar. Nima? U o'sha yerdami? Bo'la qol, Ravenani qutqar. Boshla. Amakijon. Amakijon. Tirikmisiz? O'z xo'jayingni tashlab ketmasligingni bilardim. Tentakkinam. Qani? Men seni olib ketgani keldim, Raven. Minoraga o't ketdi. Agar men bilan ketmasang, o'tda yonib o'lasan. Men qal'adan chiqadigan yashirin yo'lni bilaman. Hech qayerga bormayman siz bilan. Lekin boshqa ilojing qolmadi.
Bir marta sen meni chekinishga majbur qilding. Endi meni hech kim hech qachon yana chekinishimga majbur qila olmaydi. Ayvengo! Qo'yib bor meni! Qo'yib bor! Qo'yib... Yo'q. Men senga o'xshab oliyjanoblik qilmayman. Seni men shundoqna o'ldirib qo'ya qolaman. Qassob buqani qoyilatib so'ygandek. Ayvengo! Leder Raveno. Ayvengo. Yo qudratingdan. Axir bu ibodatxona ritsar ordenining komandori Brian de Bois-Gilbertku. Qalay yo'lyapti? Rahmat senga, ritsar. Brian de Bois-Gilbert, nechun talonchilik qilishdagi razillikka borib yetding? Qarshingda kim turganini bilasanmi? Fahmlab turibman. A'lo hazratlari. A'lo hazratlari. Ana shu Richard Sheridan. Ko'p. O'zi bo'lsa. Men qirolingiz Richardman. Turinglar, do'stlarim. Qirol o'rmonlarda qilgan beboshliklaringizni sizlar Torkensor qalasi yonidagi qahramonona xizmatingiz bilan butunlay oqladingiz. On hazrat, nega kimligingizni darhol ayta qolmadingiz? Do'stlarimni o'z qo'shinlarini bir joyga to'plab olmoqqa imkon bermoq uchun men yurtimga kelganimni bildirmasligim darkor edi. Sizlarga yuzimni ochganligimni bois orangizda manfur xoinlar yo'q. Faqat bitta odamdan tashqari. Ayvengodan. On hazrat, gunohim yo'q meni. Lekin buni bitta odam tasdiqlashi mumkin. U kishi ritsar Brian de Bois-Gilbertdir. O'liming oldidan vijdoningni halollab olishing mumkin.
Javob ber, kim meni Avstriya gersogiga tutib berdi? Men, on hazrat. Buni men shahzoda Jonni buyrug'iga ko'ra qildim. Ayvengoni kamarichi. Ayvengoni sizlar tunab qolgan qamoqxonadan hiyla bilan chaqirtirib, tutib oldim men. Sizni bo'lsa Ayvengoni kamari bilan bog'lashdi-da, Avstriya gersogiga topshirishdi. Ayvengoni biz qo'yib yubordik. Odamlar uni sotqin deb o'ylasin uchun. Manfur yaramas xoinlar. Shahzoda Jon bilan shunchalik ham qaboqatga botasizlarmi? Mendan shafqat so'ramaysanmi? Yo'q, on hazrat. Sher panjasiga tushgan odam yaxshi biladi. Undan shafqat so'ramoq befoydaligini. Mayli, so'ramasang ham qo'yaveraman. Sher o'laksa tanovvul qilmaydi. Lekin bitta shartim bor, sen 3 kun ichida Angliyani tark etmog'ing darkor. Agar biror kun yana Angliya tuprog'iga qaytib kelgudek bo'lsang, barcha avliyolar haq hurmat seni osib o'ldiraman. Ana shu emanga yem qilaman quzg'unlarga. Men afv et, Ayvengo, seni sadoqatingdan shubhalanganim uchun. Vafodorliging uchun seni qanday mukofotlasam ekan? Hech qanaqa mukofotni keragi yo'q. Qanday mukofotga munosib ekanligingni o'zim bilaman. Sir Cedric. Iltimos sendan. Shavkatli ritserim Ayvengoga, mening qurol bardorimga asravagan qizing Ravenani xotinlikka bersang. To'y bo'ladi jarang-juring, to'y bo'ladi jarang-juring, to'y bo'ladi jarang-juring. Ayvenga, Ravena. Meni qo'shimga kelinglar. Qo'sha qaranglar, bolalarim. Baxtli bo'linglar. Qani yo'l beringlar, padari buzrukvoringizga. Avliyo Guliston haq hurmati, bu yoqqa xayollab qolishimga men emas, mana bu bochkadagi ispan vinosi aybdor. Xullas, yong'in tugagach, hech narsa omon qoldimikin degan xayolda men yer to'laga to'g'ri qadam ranjida qildim-da, mana uni topgach, uni sizlar uchun dast ko'tarib kelmoqchi bo'ldim. Sizosiy bandalarni bir xursand qilaylik. Ammo lekin juda ham og'ir ekan zangor bochkasi. Mayli, ozgina ichsam yengillashardi u dedim. Qanachi, bochkada qancha vino qoldi? Chamasi yarmi qolgandir-ku. Robin Hood, seni va barcha kamonchilaringni taklif qilaman Londonga. Menga shunday sodiq va jasur odamlar kerak. Rahmat iltifotingiz uchun, on hazrat. Xafa bo'lmasangiz bir gapni aytay. Ozodlik biz uchun hamma narsadan qadrlidir. Qaroqchilar qiroli Angliya qiroliga xizmat qilgisi yo'q-da. Nachora. Hammangiz yaxshi qolinglar. Endi to'yga hozirlik ko'ringlar. Biz otaxon to'k bilan albatta o'sha to'yda ejamiz. Tongda biz Doncasterda bo'lmog'imiz zarur. Lord Essex u yerda men uchun sadoqatli qo'shinlarni to'plamoqda. Keyin biz muhtaram inimiz Shahzoda Jonni ko'rgani boramiz. Ilohim u Fransiyaga qochib qolmasin-da. И во веки веков, и во все времена
трус, предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай. Время эти понятия не терло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящейся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если есть спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем. Film tugadi.